Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam nasablari va tug'ilishlari. Bilmak kerakki, har bir ummatman degan odam Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni o'z ota-onasini tanigandek bilishi lozim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari arab naslidan, Quraysh qabilasi, Bani Hoshim urug'idan bo'lib, nomi shariflari Muhammaddur sallallohu alayhi va sallam. Tug'ilgan joylari Arabistonda, Makka shahridir. Otalari Abdulloh, Abdullohning otasi Abdul Muttalib, uning otasi Hoshim, uning otasi Abdul Manofdir. Ushbu to'rt otalarni bilishlik har bir musulmonga lozim va lobuddir. 11 otalari Quraysh, 21 otalari Adnodir. Payg'ambarimizni yuqorigi otalari Ibrohim Halilulloh, onalarining ismlari Ominadir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ota-onadan yolg'iz tug'ilgan to'ng'ich o'g'ildirlar. Chunki payg'ambarimiz ona qornida 2 oylik bo'lgan chog'larida otalari Abdulloh Shom safariga ketayotib Madina shahrida vafot topdilar. Yoshlari 30 ga yetmagan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hazrati Isa alayhisalomdan 571 yil keyin tug'ilgan ekanlar. U zamonda Eron mamlakatida mashhur Nushiravon Odil podshoh o'tgan ekanlar. Odil podshoh zamonida tug'ildim degan so'zlari Mavridur. Rabbil avval oyining 12-si dushanba kechasi sahar vaqtida dunyoga keldilar. Ona qornida yotishlari, onadan tug'ilishlari